Uzoq yo'lda yursangiz, taksichilik qilsangiz, sizga bu non topar narsa. Ha, powerbank sotamiz, amakimiz Yandex yurgan ekanlar, ya'ni menga ko'p vizit bo'ladi, permechkalarga deblar. Xo'p, bularga sinab ko'rsatib beramiz powerbankimiz, xudo xolasa, nasib bo'lsa e'tibor qiling. Sizga kelema eshitdik, ya'ni значит akkumulyator yo'q degan bo'lsa-da, powerbank o'zi bilan amaki yo'q ko'rsatib beraman. Akkumulyator yo'q mana. Gronet mashina. Ko'rdingizmi? Mana. 60 amperli mashinani yoqib beryapti mana. Ama shu bilan xudo tushmayman mana. Ko'rsatib beraman. Ya'ni isbotlab beramiz. Powerbankimiz 550 ming so'm. Siz ham agar Yandexda, taksida, shu 91 ming qanaqadir nimalarda yursangiz agar, juda ham qo'l keladi. Bitta qizilga borasiz 100 ming so'm. Biz 200 mingga chiqamiz. 200 mingga chiqamiz. Ma'qul kelsa, endi mashinani ochib beramiz ichida. Permechkani qilamiz. Permechkani o'zida bo'lsa 200 ming. 100 ming qilsangiz, mana tirikchilik. 100 ming uchun o'zi taksichilar biladi qancha ishlash kerak. Esiz-ku, menga nomerlarni bersangiz, menga telefon qilgan payt, mana vaqtim bo'lmagan payt sizlarga o'sha klientni ulashaman, ya'ni beraman. Ah, Darvi. Chamo Darvi, dubor. Bo'mini. Sevmasham. Sevo. Yo'qadi. Liboy mashina yo'qadi. Ishoning 24 volt bo'lmasa bas, xudo xolasa, uyaltirmaydi. Yana bir xili bor. 6000 amperligi, u 600 ming so'm narxi. Powerbanklar kerak bo'lsa, kelaveringlar, o'zimiz Nascar do'konimiz, marketimizda bor. Nalichida maza qilib to'la ishlaydigan bir tomoni bor. Srosh shoshiladigan joyingizga, yo'q, qish kuniga bitta permechka qilasiz, mashinangizni haydab ketasiz. U mashinadan bu mashinaga permechka qiladigan zamon o'tib ketdi mana. Powerbanklar chiqqan. Hozir magazinda permechka sotib olasiz, vahshiy sifati pas, yo'qmaydi ham. Bizani ustalarning kabelga o'xshagan emas. Ichiga mayin soch solasiz, kabeli bor, u 2 marta ishlatasizmi yo'qmi o'chib qoladi. Xudo xolasa 3 marta yo'q degan, yana bir marta yo'q ko'rsam kuzatib olasiz. Nesmi, voy? Kelaman. Ha. Spot, gap spot ko'rasan. Shu 4-martadan 5-marta yoqib beryapti. Bitta vizit telefon qilganda 3 marta, 3 ta mashina yoqqanman. Damas, Captiva, Gentra yoqqan edim, isoralarni qo'ydim. Ular o'zimiz do'konda nalishda bor ham, hamma ham inspeksiya kelganlar aka, 91 mi shunaqa vizitga ishlayman, bizga tushadi klientlar. Yaxshi-da deyaptilar, chem onasi bo'lsin. Bitta klientni olib yurgandan ko'ra, bitta mecha qilaman, 50 ming, 100 ming olaman, tirikchilikmi? Yaxshi deyaptilar. To'g'ri fikr. Qo'llab-quvvatlayman. Bu ideya nima? 2-3 yil oldin berdim. Taksi chaqiramiz, shu narsani o'rgansa yoki o'rgatamiz, birga ishlashamiz ham degandim. Xullas powerbank keraksa kelaverasizlar. Xullas tushundingizlar, nima demoqchiman? Esingizda biz sizlarning xizmatlaringizda doim. 3200 amperligimiz, shu powerbank. Bog'ning fanallari bor, hamda Type-C bor, USB bor, nasos bor, nasatkalar bor. E'tiborni plus kirganda teskari tushib qolmaydi. Ya'ni atmetkalari bor, bir xil kiradi. Xuddi shunaqa 6000 amperlik ham xuddi shunaqa 6000 amperlikni bistrey radnigi bor, Type-C bor, fanallar bor. Bunga ham shunaqa permechkasi, ya'ni klemalar teskari tushib qolmaydi, bir xil tushadi. O'zingiz adashmaysiz. Yosh bola ham qo'shib qilish mumkin. Bu ham nimadir. Fanallar kattaroq. Bunisi narxi 600 ming so'm. 2 marta yo'qni fanallar 600 ming so'm, 550 ming so'm narxi.